Salom anime muxlislari. Animeni o'zbek tilida qidirib o'tdingizmi, lekin topa olmayapsizmi? Anibla birinchi fandom Telegramda. Anibla TVga kiringlar. Bizning Telegram kanalimizda sizlar qaysi anime va qayerda o'zbek tilida chiqayotganiga batafsil ma'lumotga ega bo'lasizlar. Men shaharga ketyapman. Amakimning fermasida sigara tug'ishiga yordam berib boraman. Men bitta o'zim ketaman va yana oyim menga pul berdilar. Va sigara tug'ishga yordam berib borganimizdan keyin birga shaharda do'konma-do'kon yurakanmiz. Biror narsa sotib olamiz. Balkim sen biror narsa saqlayotgandirsan. Bilasanmi, senga nima sotib olaman? Kerak emas. Bo'lishi mumkin emas. Axir Aytdim, go'sh bola kerak emas. nimaga sonni qo'p olsan? Sen bir marta ham shaharda bo'lmagansan. Shuning uchun ham senga biror narsa bermoqchiman. Tavba qildim. Og'zingni yop. Xohlasang shaharga, xohlasang dunyoning nariga chekasiga ket. Nimaga seni jahling chiqyapti? Meni jahlim chiqmayapti. Jahling chiqyapti. Bola. Opachi, nimaga sizlar urushyapsizlar? Biz urushmayapmiz. To'g'rimi? To'g'ri. Nima bo'ldi? Hech bola bo'lgani yo'q. Bo'lmasa mayli. Aka, iltimos uni yaxshi parvarishlang. Albatta. Qancha yana qovog'ini o'stirib o'tirmoqchisan? Sana qaranchidan beri shaharga ketmoqchi eding. Aslida men u bilan birga ketmoqchi edim. Lekin o'xshamadi, shuning uchun men unga biror narsa sotib olmoqchi edim. U esa mendan xafa bo'ldi. Aslida bo'lakim sen bilan birga bormoqchi edi. Uning uchun sizlar do'stlashmadinglarmi? Qaytishing bilan u bilan gaplash. Men do'stlashmoqchi edim. Kechirim so'ramoqchi edim. Lekin men haligacha shu so'zni talaffuz qilolmayman. Kechir. Telegramdagi Anibla TV kanali taqdim etadi. Ovoz beradi Zabot. Tarjimon LD. Timing shot. Goblinlar qotili. Marked up by your shadows. Heighten up the senses, no fairness is needed for pigs. Laughter so hard, playful smiles, die gets wrong. Faith in sorrow, much more is stowed upon your flesh. To the last of your kind, to reclaim what's rightfully Xayrli tong. Tavba, yana quyoshdan oldin turdingmi? Ha, Bugun havo juda ham zo'r, va quyosh yana ham charaqlayapti. rostdan ham Amakim uyg'on bo'ldilarmi? bilmadim. Yo'q, tushunarli. Menimcha hozir uyg'onar. Bo'lishi mumkin. Sani qorning ochmi? Ke birgalikda nonushta qilamiz. Men tez pishiraman. Bo'pti. Ertalab u yaxshilab va jiddiy holatda fermani atrofida izlar yo'qligini tekshiradi. Goblinlar kechqurun yurishadi. Ertalab ular o'zligini iniga qaytishadi. Lekin ular hujum qilishdan oldin yaxshilab o'sha hujum qilayotgan joyni o'rganishadi va u ularning izlarini qidirib chiqadi. Agar u iz topmasa, o'shanda u yaxshilab to'siqlarning qattiqligini tekshirib chiqadi. Agar to'siqlarda singan joy bo'lsa, u albatta uni
2-3 ta taxtalar olib, albatta tezda uni tuzatishni boshlaydi. U kelganidan beri shu qiladigan ishi hech qachon 5 yildan beri o'zgarmagan. Mana, hammasi tayyor. Har doimgidek hidi juda ham zo'r. Yoqimli ishtaha. Hammaga yoqimli ishtaha. Qani, mazali ekanmi? Ha. Ushin. Bu bir oyga. Jag'ir ekan. Sarguzasht qidiruvchilar yaxshi ishlaganda. Oxirgi payt ishlar juda ham ko'p. Tushunarli. Hoy, eshit, bugun ham ketasanmi? Ha. Topshiriqlar juda ham ko'p. Gilzaga boraman. Tushunarli. O'zingni ehtiyot qil. Xo'p. Eshit, men ham bu yerda bitta narsani olib borishim kerak. Birga boramizmi? Qarshi emasman. Yo'q, agar birga boradigan bo'lsanglar, hozir olib chiqaman. Yo'q, kerak emas. Amaki, siz juda ham qo'rqasiz-da. Balkim ko'rinishimda unaqa emasdir, lekin men juda ham kuchliman. Almashamizmi? Yo'q, xavotirlanma. Tushunarli. Rahmat. Yo'q. Ishlaring qalay ketyapti? Goblinlar juda ko'payib ketgan. Yo'q, Oxirgi payt juda ham ko'p. demak ishlaring rosa ko'pkanda. Ha, Oxirgi paytlar sen juda ham kam uyda bo'lasan. to'g'ri. Ishing juda ko'p bo'lganligi bu yaxshimi? Yo'q, yaxshi emas. Yo'q. Goblinlar bo'lmaganida yaxshi bo'lardi. To'g'ri. Yordam beringlar, iltimos. Bizning qishlog'imizga goblinlar hujum qilishyapti. Ular hamma joy yondirib yuborib, meni sigirlarimni o'ldirib yuborishadi-ku. Yo'q qilish uchun buyurtmami? Iltimos, mana buni to'ldirib, nech pul berishingizni yozib qo'ying. Xo'p, menga bo'tdi. Hammasini to'g'ri yozibsiz. Iltimos, pulingizni tekshirsam bo'ladimi? 2, 4, 8. Hisoblab bo'ldim. Hammasi to'g'ri chiqdi. 1-2 kunlardan keyin sarguzasht qidiruvchilar o'zligi kelib, goblinlarni yo'q qilishadi. Odamlar aytishi bo'yicha, goblinlar qizlarga hujum qilib, ularni zo'rlab va yeyishar ekan. To'g'ri, bunaqa hodisalar ko'p bo'lgan. Yana goblinlarni yo'q qilishmi? Bu uchun zahar. Pulichi? Bo'lmasam, tajribali sarguzashtchilarni kutmasa ham bo'ladi. Faqatgina yengili qoldi xolos. Bittasi bor. U juda mohir. Ishingiz uchun kattakon rahmat. Arzimaydi. Sizga ham kattakon rahmat. U yoqqa borib imzo qo'yishni so'rayman. Tushunarli. Undan keyin menga qarshi hujum qilayotgan trolldan mamlaqa qilib qochib qoldim. Sal qoldi, lekin qochib qoldim. Tushunarli. Siz juda yaxshi ish qilibsiz. Ha, men bilaman, trolllar juda ham qudratli va kuchli raqib. Men unga qarshi faqatgina nayzam bilan urishdim. Hali, men zo'rman-ku, to'g'rimi? Albatta. Agar xohlasangiz, chidamlikni to'ldirish uchun va kuchingizni qaytarish uchun mana bu ichimlikni tavsiya qilaman. Bittasini bering. Ha? Goblinlar qotili? Bu axir Faqatgina goblinlarni o'ldiradigan topshirig'i oladigan odam. Unda xuddi bizanikiga o'xshagan kumushli belgi ekan. Kichkintoylarni qotili, katta rollarni uddalolmaydi. Tavba, yuqori pog'onani hammaga beryaptimi deyman. Uni tinch qo'y. Bizga u kerak emas. Mamnun qaranglar. Namuncha kir zirh bo'lmasa. Hatto bizda zirhlarimiz yaxshiroq. Bas qilinglar. Menimcha u xuddi bizga o'xshagan yangi bo'lsa kerak. Agar bizani eshitsa xafa bo'lishi mumkin. Janoblar, ertalabki buyurtmani ochish vaqti keldi. Shunchadan beri kutuvdi. Ajdarxonni o'ldirish uchun buyurtma yo'qmikan? Kuchlirog'ini o'ldirib, bizni ko'proq tajriba olishimiz shart. Qo'ysinchi, bizda zirhlarimiz unchalik yaxshi emas. Undan ko'rasa qotillarni o'ldirish buyurtmasini olamiz. Va puli ham yomon emas ekan. Farqli belgilar uchun buyurtma pulga ham berish ekan. Va kanalizatsiya bo'yicha yurgim kelmayapti. Biz hozir tanlaydigan darajada emasmiz. Qara, men buchi.
goblinlarni yo'q qilish. Menimcha yengili uchun eng zo'ri. To'g'ri kelmaydi. Buyurtmachi qiz aytdi-ku axir. Biz yaxshisi kanalizatsiyadan boshlaganimiz yaxshiroq. Hoy, buni ko'rinmayapti, chetga qoch. Bas qil, yetarmi? Bu topshirig'i bizo bo'ldi. Birontasini boshqasini tanla. Qandoq haddinglar sig'ida chegaradagi eng kuchli jangchi bilan gaplashishga. Xo'sh, janoblar, bu yerda janjal qilish shart emas. Haqiqatan, u topshiriqlarga qaramayapti. U aytishi bo'yicha goblinlarni o'ldirish uchun hamma ham o'rmaydi. Shuning uchun shoshilish shart emas. Assalomu alaykum. Men o'tgan safardagi topshiriq haqida gaplashmoqchi edim. Menimcha siz oshirib yubordingiz. Anu jarra portlatib paytingizda. やりすぎだと思うんです。 Nimaga ekan? Axir goblinlar o'lib ketgani yaxshiroq. Uni o'rniga undan keyin nima bo'lishini o'ylaymaysizmi? べきでは Siz bu ishingiz bilan butun tog'ni yo'qqa yuborishingiz mumkin edi. Goblinlar kattaroq muammo. Gap eshitting. Men aytmoqchimanki, bunaqa fikrlash juda ham noto'g'ri. いるんです。 Yo'q. Tushunmayapsizmi? U aytuvdiki, bir oy oldin o'zimga yordamchi topdim deb. けど、 Demak, mana shu qiz. Va ha, aytgancha, siz menimcha o'zingiz zirhlaringizni sal-pal bo'lsa yuvishingiz kerak. Xo'sh, demak sen qachon hujum qilishni eslab qoldingmi? Ertalab yoki kechqurun. 本当です。 Nimaligini tushuntir. Kechqurun goblinlar uchun bu ertalab. だからです。 To'g'ri. Tushlik payti ular shu payt uxlaydi, shuning uchun juda ham ehtiyot bo'lishadi. Keyingisi, inga hujum qilish darajasini tushuntirib ber. Agar iloji bo'lsa, olov bilan goblinlarni tashqariga chiqarish kerak. Axir inni ichida juda ham xavfli. To'g'ri. Iniga faqatgina vaqting kam bo'lsa yoki boshqa yo'l qolmagan bo'lsa kirasan. Va faqatgina hammasini o'ldira olishini tushunib kirgan. Tushunarlimi? Janob goblinlarning qotili. Xayrli tong. Goblinlar, sizda bormi? Goblinlarni o'ldirish, to'g'rimi? 3 ta buyurtma. G'arbiy tarafdagi kichkina royinlar, ular daryoning yonida va janubiy o'rmondagi inlar va yana shimoliy tog'larda eski qal'aga o'xshagan narsa bor. Xullas tog'dagi qurilma. Ular o'sha yerdami? Ha, va ular o'ldirishga ulgurishdi. Birinchidan, goblinlar buyurtmachini qizini o'g'irlab ketishdi. Ularni oldidan o'tib ketayotgan sarguzashtchilar esa qutqaramiz deb hali ham qaytib kelishmadi. Hozir kech. Lekin shuni shundoqligicha qoldirish mumkin emas. Agar ularni bugun o'ldirsak, ular ko'payishmaydi. Bo'lmasam, biz sizga ishonamiz. Janob goblinlarning qotili. Lekin birinchi o'tirib so'rayman. Kimdir ular o'shanga o'xshagan buyurtma oldimi? Ha, yengili bitta buyurtmani olishdi. Ular daryoning oldiga qishloqqa ketishdi. Yengillar. Tarkibi. Xo'sh, bitta jangchi, bitta sehrgar.